Assalomu alaykum azizlar. Hurmatli muxlislar. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yayov ketyapmiz. Vaqtdan unumli foydalangan holda jonli efirga chiqishga qaror qildim. Jonli efirga. Mana bu yo'lga qaranglar. Mana bu yo'lga uchrashuv poyoni yetdi, hamma ko'rdi. Va Barselona navbatdagi El Clasico'da ham g'alaba qozondi. Bu uchrashuv kutilganidan zo'rroq bo'ldi. Chunki shundan boshlab kecha Real Madrid muxlislari bilan gaplashganimizda, Madriddagi muxlislar bilan ular bu yil aniq Realda hech qanaqa sovrin bo'lmasligini aytishdi va buni tabiiy qabul qilishdi. Tabiiy qabul qilamiz deyishdi. Istalgan muxlisdan so'rasa bir xil gap gapirishdi. Keyin o'ylab qoldim. Bizda muxlislar Real hamda Barselona muxlislari bir-birlari bilan xuddi dushmandek muomala qilishadi-yu. Aka-ukalar ham bir-biridan voz kechib ketayotganligini ham eshityapmiz. Bu yerda unaqa emas ekan. Ha, o'yin payti shu harorat bor. Bittasi Kataloniyadan keladi, bittasi Madriddan keladi. Tabiiy bu jarayon bo'ladi. O'sha payti o'sha eski dardlarni qo'zg'ab turib qanaqadir qo'shiqlarni kuylashadi, lekin umumiy u atmosfera yo'q. Ya'ni misol uchun biz ko'p e'tibor beraman. Shu oxirgi 10 yilda bittasini yomon davrida mana shu muxlislar kasal bo'lib qoladi. O'sha yomon o'ynayotgan jamoaning muxlislari. Nargilari esa ustidan chiqib ketishga harakat qilishadi. Bularda unaqa emas. Chunki bularning o'zini jamoasida Madridlik muxlis Madrid jamoasiga muxlislik qiladi. Kataloniyalik o'zini jamoasi va bizdagi muxlislar, umuman dunyodagi Real hamda Barselona muxlislari bularning muxlisidan bitta narsasi bilan farq qiladi. Shu Madrid hamda Kataloniyaning muxlislaridan tashqaridagi muxlislarga bu jamoalar baribir begona. O'zim bunday o'ylab qaraganda, ular faqatgina futbolni ko'rib turib, futboldan kelib chiqib muxlislik qilishgan. Lekin ularning vatani emas. Buni keyin qiyosladim. Kommentlarni o'chirib qo'yganman. Roz bo'lasizlar, chatda o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Men ko'rmayapman. Hozir ko'radiganman. Chunki nima uchun aytayapman bu narsalarni? Hozir chiqqandan keyin Instagramga kirdimda. Bir-biri bilan so'kishayotibdi-da odamlar. Bir-biri bilan sog'amas deyman. Lekin bu yerdagi muhit, mana Real muxlisi aytayapti. Barselona uzoq yil inqirozda bo'ldi, mana chiqdi deyapti. Barselona har doim chiqa oladi inqirozdan deyapti. Xuddi shunaqa Real ham chiqa oladi. Biz hozir deyapti, o'sha Sevillaga biz umuman g'alabani umid qilib bormaymiz. Biz bilamiz Real Madrid yutqizadi. Real Madridning hozir bu Barselonaga kuchi yetmaydi. Buni bilib turibmiz, lekin baribir yigitlarga dalda bo'lish uchun boramiz deyapti. Keyin men o'zimizga mengzadimda, deylik, Paxtakor muxlisi, Navbahor muxlisi bor, Neftchi muxlisi bor. Shular bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Paxtakor muxlisi mana hozir inqirozda. Ancha yildan beri Paxtakor chempion bo'lmayapti, lekin voz kechib ketmagan-ku. Va stadionga borganda ham jamoasi yutqazib qo'yishini taxmin qilsa ham, lekin boradi. Chunki bu uning jamoasi. O'sha yerlik. Xuddi shunaqa namanganlik muxlis Navbahor har qanaqa holatda ham boradi. U balki bilishi mumkin, kuchi yetmaydi shu yerda. Lekin muxlislik qiladi. Ha, demak mana shunaqa namanganlik muxlis Navbahoriga muxlislik qilgandek, Toshkentlik muxlis Paxtakoriga muxlislik qilgandek, Jizzaxlik muxlis Sog'diyoniga va hokazo, Neftchiga, Farg'onalik muxlislik qilgandek, o'ziniki deb muxlislik qiladiganlar madaniyati mutlaqo boshqacha ekan. Mutlaqo boshqacha. Chunki men shu oxirgi 10 yilda e'tibor berganman. Misol uchun bitta jamoaning inqirozi boshlansa, juda tushkun ahvolga tushib qolishadi. Chunki o'ziniki emas-da, boshqa yurtdagi klub. Misol uchun o'zini mahalliy Sog'diyonasiga yoki Qizilqumiga, Paxtakoriga, Neftchisiga, Nasafiga nisbatan unaqa muomalada bo'lmaydi. Meniki deydi. Har qanaqa holatda ham boraman deydi. Real hamda Barselonaning
Kataloniya hamda Madriddan tashqaridagi muxlislarida ana shunaqa tushuncha bor. Faqatgina bu yerdagilarda oxirigacha ishon, chunki o'ziniki va u biladi, yillar davomida bir qulab, bir chiqqan, qulab, bir chiqqan shunaqa davrlarni ko'rgan. Hozir mana bu o'yin ko'rsatdi, bugungi uchrashuv Real mavsumdagi eng yaxshi o'yinlardan birini ko'rsatdi. Bir bo'lim. Lekin umumiy kartinaga qaraydigan bo'lsak, xolis aytadigan bo'lsak, birinchi bo'limdagi holat murabbiylarning asl munosabatini bildiradi. Ya'ni Barselona birinchi bo'limda ham, ikkinchi bo'limda ham bir xil g'oyadan chekinmadi, bir xil ketaverdi. Ancelotti bo'lsa birinchi bo'limda o'ta pragmatik, o'ta qo'rqoq, o'ta Sebaliosni nima uchun tushirganini ham tushunmadim. G'alati futbol ko'rsatdi va birinchi bo'limning o'zida deylik Lewandowski bo'lganda yirik hisob ham qayd etilishi mumkin edi va umuman o'sha Jiddadagi uchrashuvni takrori bo'lib qolishi mumkin edi. Yaxshi shunaqa bo'lmadi, chunki El Clasico bari ikkita jamoa kurashishini xohlaymiz. Mana shunaqa qaysi biri g'alaba qozonsa ham shunaqa g'alabani qayd etishini istaymiz. Va Barselona jamoasi bu uchrashuvda qiziq bir holatga tushdi. Ya'ni birinchi bo'limda vaziyatlardan foydalanmadi. Rafinha haddan tashqari uvol qildi vaziyatlarni. Rafinha juda yomon o'ynadi. Bilmadim, oltin to'p masalasi ko'tarilgandan keyin g'alati bo'lib qoldi shekilli. Xo'p, jamoa ham Rafinhaga oz-moz o'ynadi va birinchi bo'lim tugagandan so'ng bu Real umuman o'ziga kela olmadi. Shunaqa qilib turib 1-0 yoki 2-0 hisobda yutib qo'yamiz. Nima qilamiz buncha oldingi uchrashuvlar kabi yirik hisoblarda hali o'yinlar bor oldinda. Keyin jarohatlar bo'lishi mumkin, juda qo'pol o'ynab tashlash mumkin dedi-da, menimcha. Va ozgina tashlagan paytida Real qo'shayotgan edi. Shu qo'shilish hamda tashlash o'rtasida juda katta bir uchqun chiqdiki, bu uchqun oxiri olovga aylanib ketdi. Real olovni qila oldi. Ya'ni olovlata oldi. Uchqun avjlandi va ikkita gol urdi. Standart vaziyatlardan kiritgan dersiz, lekin o'sha standart vaziyatlar qanaqa holatlar edi esingizda bo'lsa. Bu standart vaziyatlar deyarli golli vaziyatlar edi. Ya'ni burchak zarbalari tinimsiz qo'lga kiritilib, Gülerning pressingini natijasida olib tortib olingan standart vaziyati edi burchak zarbasi. Mbappening shedevriga gapsiz bo'lish mumkin emas. Endi mana shu narsadan keyin Barselonaning uyg'ona olganligi, o'ziga kela olganligi, qarshi hujumda ursa ham ura olganligi, mana boyatdan beri Telegram kanalimda aytayotgan jihatim, Hansi Flick jamoaga katta uslub olib keldi deb o'ylamayman. Chunki Flick Bavariyada 2-yili xuddi shu uslubi bilan hech narsa qila olmagan, qaytanga ko'p tanqidlarga uchragan. Germaniya terma jamoasi ham juda ko'p vaziyatlar yaratgan, ammo o'sha yuqori liniyani ushlay olmasligi natijasida baribir endi Pep Guardiolaning tiki takasiga 3 yilda, 4 yilda anti uslublar o'ylab topilganmi? Bu ham o'ylab topiladi. Bu offside liniyalarini aytyapman. Boya Fran normalroq qochib ketganda hammasi boshqacha tugashi mumkin. Xullas, Hansi Flick uslubdan ko'ra jamoaga xarakter olib kirdi. Uzoq yillar ko'rib yurgan bu jamoani, baribir Barselona maktabi, Germaniya maktabi bilan qanaqadir usluban uchrashgan joyi bor. Ayniqsa Guardiola Bavariya borgandan keyin Germaniya futbolida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Xullas, Hansi Flick bu jamoaga birinchi navbatda oxirigacha kurashni o'rgatdi. Pedrini birinchidan jismoniy holatini tiklab turib, bir-ikki vaziyatda o'zidan baquvvat futbolchilardan Gavi Simon uslubda to'pni olib qo'yayotganligini ham ko'rdik. Real esa bu yili ko'ryapmiz. Asosan endi murabbiyning xizmatidan ko'ra, murabbiyning ta'siridan ko'ra individual mahorat egalarining qutqarish ishlari bilan vaqt o'tkazyapti. Bu endi aniq. Bu aniq ko'rinib turibdi. Bu yil Ancelotti o'tgan yilgi ishlarni umuman qila olmayapti va Bellingham hamda Valverde kabi haddan tashqari ko'p ish qiladigan futbolchilar mana shu jamoaviy o'yin izdan chiqib ketganligi uchun ham juda ko'p yukni olishyapti.
Men bugun Realda ikkita futbolchiga achindim to'g'risi. Modrichga ham-ku, lekin ko'proq mehnat qilgan va mag'lubiyatga umuman haqli bo'lmagan Valverde hamda doimgidek Bellingham. Hali kutasiz shu ikkita futbolchi borini berib o'ynaydi va oxirida shularga alam qiladi deysiz va shular bo'lib chiqdi. Ko'rdingiz-ku, Valverde ikkinchi bo'limda hujumga chiqqanda nimalar bo'lib ketdi. Qolgan futbolchilar, qarang, ikkinchi bo'limda tashlangan futbolchilar inertsiyani hisobiga o'ynashyapti, pressingda yaxshi, lekin bu futbolchilar bir-biri bilan o'ynamagan. Ya'ni bir-biri bilan mavsum davomida deyarli o'ynatmagan futbolchilardan najot kutdi Ancelotti. Shuning uchun Ancelotti o'yinni qutqardi deb tom ma'noda aytmagan bo'lardim. Bu yerda ko'proq futbolchilarning foizi ishladi. Kylian Mbappening ajoyib qo'shilishi ishladi. Jarohatda bo'lsa ham tushib juda ko'p epizodlarni hal qilish mumkin edi. Vinicius xalaqit berayotganda, Vinicius ketgandan keyin Viniciusdan battari tushdi. Endrik faqat offside uchun tushgan bo'lib chiqyapti. Xullas, mana shu uchrashuv mavsumning oxirgi klassikolardan biri. Endi o'yin tugagandan keyin titul ko'tariladi-yu. Bu narsa ko'rsatib berdi. Jamoalar qanday yo'nalishda ketayotganini. Barselona yo'lning boshida, katta yo'lning boshida, treble qo'lga kiritadimi, kiritmaydimi ko'ramiz. Va mana shu joyda treble haqida gapirib ketay. Muxlislar mendan so'rab qolishadi. Treble qo'lga kiritish yaxshimi, afzalmi yoki 3 marta Chempionlar Ligasini qatorasiga yutishmi deb so'rashadi. Ikkalasi farqli narsalar va ikkalasi aynan Barselona hamda Realning holati bilan izohlanadi. Ya'ni treble qachon qo'lga kiritiladi? Bir yili haddan tashqari fenomenal o'ynab yuboradi jamoa, yetiladi va keyingi yili qilmaydi shu ishni. O'sha yili nima qilsa ham yo'ldan sidirib ketadi. Bu ham zo'r jihat. Lekin bu keyingi yillar uchun bu debochi emas. O'sha yilniki. Barselonada ko'radigan bo'lsangiz, o'sha ikkita treble bormi bundan oldin va o'sha yillari quturib o'ynagan. Haqiqatan ham o'ynab bo'lmagan Barselonada. Lekin keyingi yil Chempionlar Ligasini yutmagan misol uchun. Bu o'sha yilning porlashi hisoblanadi. Kimga qaysi ma'qulligi aniq, chunki Barselona muxlislari mana shuni ro'kach qilishadi. Real muxlislari esa shushta Chempionlar Ligasini qatorasiga yutish qiyin deyishadi. Chempionlar Ligasini 3 marta qatorasiga yutish bu stabilroq natija hisoblanadi. Ya'ni har yili Chempionlar Ligasini yutgan jamoa o'zi keyingi yil qiynaladi. Ruhiy tomondan hammasi yutqizib kelyapti. Hech kimda 2 marta qatorasiga yo'qda. Shundan bilsa bo'ladiki, yutgan jamoa bir tin oladi, bo'ldi. Shuncha yil harakat qildik, mana oldik deydi. Real esa aynan Chempionlar Ligasida bittalik o'yinlarda o'sha 3 yil qatorasiga olgan payti ham unaqa bir o'yini bilan alohida esda qolmagan. Uchrashuvlarni tortib, yulqib olgan. Uslub bilan qolmaganda o'sha Zidanning ajoyib yillarni faqat 17-yilni e'tirof etish mumkin. Haqiqatan ham murabbiyona yurishlar qilib turib almashtirgan. Mana shulardan kelib chiqib kimga qaysi biri afzal? O'zi aslini olganda bu ikki jamoaning xarakterini belgilab beradi. Barselona mana shunaqa birdaniga zo'r davrni boshdan kechiradi va keyingi yillar o'shani ushlab qolish uchun to'g'ri tizimni davom ettirmaydi. Agar davom ettirganda u bu o'yinlari bilan 15-yildan keyin 16-yil olish kerak edi. Yana qaysi yili? 9-yildan keyin 10-yili olish kerak edi yutqizgan misol uchun. Keyingi yil yo to'yib qoladi yoki nimadir bo'ladi, uziladi, yo toliqish seziladi. Bu ham bir qiziq holatda va Barselonaga tegishli. Barselonaga hozir treble nasib etadigan bo'lsa ham 3-marta bo'ladi. O'sha Realning 3 marta qatorasiga Chempionlar Ligasini yutganini yoniga qo'yib tortishaverishadi. Aslida bu litr bilan metrni solishtirishdagi gap. Ikkalasi boshqa narsa. Va ikkalasida muxlislar o'zlaridan kelib chiqishadi. Misol uchun 3 marta qatorasiga Chempionlar Ligasini olish afzal desa ham ichida Barselona muxlisi bo'lsa yo'q deydi. Ana uni ro'kach qiladi. Yoki treble
boshqacha bo'lsa kerak. Treblni qo'lga kiritgan jamoa hammasini yil davomida to'kib tashlaydi degan bir tuyg'uni hammadan zo'r deb bilsa, misol u Real muxlisi bo'lsa, yo'q deydi. O'ziga yoqqan narsasini inkor qiladi. Shuning uchun bu yerda muxlislar tortishuvi va men boyaga aytgan muxlislik madaniyati butkul bu yerda boshqachaligini ko'rdim. Shuning uchun hozir endi kommentlarda, izohlarda, keyin haligi blogerlarni tortishuvda Instagram qayerini ko'rsa chiqib kelaveradi-yu. Juda ko'p ko'ryapmiz endi. Juda g'alati o'tib ketdi. Endi yosh bolalik. To'g'ri, hayp uchun qilinyapti bu narsalar. Lekin shuni aytib qo'yish kerakki, bu bironta mana shu Madrid hamda Kataloniyalik bo'lmagan muxlislarning jamoalari emas. Bularga o'xshab turib, doimo u bilan birga qolishmaydi. Ular bir tushishni va chiqishni aniq tabiiy hol deb sanaganliklari uchun bir-birlarini hattoki kerak mana ket chiqishdi, bo'ldi esdan chiqarishlari mumkin. Lekin bizda boshqa narsa uchun xizmat qilyapti. Shu ko'p g'ashimga tegadi to'g'risi. Yosh bolalarcha bo'lib ketdi. Katta odamlar ham bir-biri bilan tortishib, boshqa qilib, bir-biriga javob berib yurishi endi o'ta kulgili bo'lyapti. Hamma o'zi biladi qanday yashashni. Lekin men aytib qo'yaman yana, Real hamda Barselona bu Madrid hamda Kataloniyalik muxlislarning jamoasi ekan. Chunki bu yerdagi muxlislarning munosabatini, qarashini, xotirjamligini ko'rib turib, yo'q. Demak, boshqalarniki emas ekan. Bular orqali tushunib olsa bo'lar ekan dedim. Ha do'stlar, rozi bo'lasizlar, xuddi YouTube'ga o'xshab turib, chatni ko'rinmaydigan qilib turib, fikr munosabatimni bildirib olaman. Chunki yayov yuryapmiz, anchadan beri yayov yuryapmiz. Taksi ham chiqmayapti. Barselona muxlislar, Real muxlislar birga ketishyapti. Bo'ldi. Chunki biladi, yaqinda teskarisi bo'lishi mumkin. Teskarisi bo'ldi ham qancha yillar. Undan oldin Barselona porladi. Bularniki oddiy, tabiiy va o'zining jamoasi. Taksichilar bilan gaplashamiz. Kimni muxlissan desak, Getafe dedi bitta taksichi. Google tarjimonda o'zimcha gaplashdim-da. Og'ir emasmi? Madridda Atletico hamda Realdek jamoa bo'lib turib, Getafega muxlislik qilishsak, yo'q dedi. Chunki Getafe uni jamoasi. Natijami, boshqa narsami, o'sha bilan yashab qoladi. U kubok ko'tarishni bilmas. Realni, Atletikoni natijalarini takrorlay bilmasligini his qiladi, ammo o'zining jamoasi bilan qoladi. Chunki u shu yerlik va o'zimni jamoam deb qaraydi. Va bir ikkitasidan so'radik, dunyoda Real hamda Barselonaning muxlislari juda ko'p. Ularga munosabating qanaqa desak, Real Madrid muxlisi aytdiki, to'g'ri, brend, katta brend bo'lgan. Biz bundan xursand bo'lamiz. Bizning jamoamizni shunday qo'llab-quvvatlayotganliklari uchun dedi. Bizning jamoamizni dedi. Shuning uchun bularning jamoasi ekan. Hech kimniki emas. Shu joyda sizlar bilan xayrlashaman. Chunki mana do'stlarimiz shu joyda peshkom yuramiz, taksi poylaymizmi deyishyapti. Zo'r o'yin bo'ldi, lekin muhimi chiroyli o'yin bo'ldi. Kim yutib ketganda ham, misol uchun hozir Real uchun aslini olganda mantiqan yondashganimizda yaxshi bo'ldiki, yana aldamchi holat bo'lardi. Deylik, o'sha ikkinchi bo'limni ushlaganda Ferranni qanaqadir to'sib qolishganda deylik, Real yutib qo'yadigan bo'lsa, hozir Barselona to'g'ri yo'lda ketyapti, o'sha to'g'ri yo'lda ketayotganligini go'yoki yashirgan bo'lardi, bir izgiritni orqasiga tushirgan bo'lardi-da Barselonaning hozirgi to'g'ri siyosatini, to'g'ri yo'nalishini. Real mavsumni qutqarib qolgan bo'lardi. Unaqa bo'lmasligi kerak. Yangi murabbiy kirib turib, yangi qonlar bilan butunlay boshqa futbol qurish kerak. Ancelotti buyuk murabbiy. Ancelotti qilgan ishlarni uncha-muncha klublar ham qilmagan. Buni bilamiz. Lekin bitta zo'r yozibdi Rus kanalida, 5 ketdim. O'shani o'qiganimda hali topadi-yu, shu mening matnim bo'lsa edi deb qolasiz. Ana shu muallif aytibdiki, Ancelotti eski dirijyor degan. Hamma notalarni biladi, falishni biladi, boshqani biladi. Istalgan paytda qayerdan bo'lsa ham hali sluhi bilan shunaqa ushlaydi. Eng zo'rlardan bu masalada. Lekin
unda endi bundan keyin olov tugadi. U bir podshohga o'xshaydiki, uzoq yillar adolat bilan boshqargan, davlatni zo'r boshqargan, fuqarolari baxtiyor, lekin endi urushga olib chiqa olmaydi. Agar mamlakatda nimadir xavf tug'iladigan bo'lsa, unda endi urushga olib chiqib, o'sha vajohatni ko'rsatadigan qudrat qolmagan debdi. Ancelotti ana shunaqa bo'ldi. Va boya aytib o'tdim shekilli, bu yerdami yoki dumaloq videolarda ham aytdim. Toni Kroos hamda Luka Modric. Toni Kroos hamda Luka Modric go'yoki faoliyatini bir xil tugatayotgandek. Ya'ni Kroos esingizda bor, to'pni oxirgi to'pni qanaqa uzatgani Yevroda darvozabon to'pni egallab olgan, aniq pas bo'lmagan, uni pasi bilan jamoa durang qilishi mumkin edi. Germaniya uning oxirgi pasi bilan musobaqani tugatgan, yakunlagan. Modric ham bugungi uchrashuvda garchi noto'g'ri tepmagan bo'lsa ham, to'g'ri pas bergan bo'lsa ham, u yerda Brahimning xatosi bo'ldi, lekin pas Modrichniki bo'ldi va Kunde himoyachi, kamdan kam oldinga chiqadigan himoyachi sezib turib darvozaning uzoq burchagiga nishonladi. Ya'ni ramziy ma'no. Bu nafaqat Modrichni, nafaqat o'sha Kroosni esladim, balki umuman Realning yangilanish ostonasida turganini ko'rsatib berdi. Shundoq bo'yoqlar. Xuddi Ancelotti kabi oxirigacha bardosh berib bo'lmaydi. Hamma narsani vaqti bor, tugaydi baribir. Zaryadkasi o'chadi baribir. Keyin eskirgani sayin u zaryadga ham yaxshi olmaydi, tez quvvatdan ketadigan bo'lib qoladi. Ancelottining Reali hozir xuddi o'sha Modrichning pasida o'zining bir ramzini ko'rsatgandek bo'ldi. Shuning uchun Real uchun ham bu natija bunday qaraganimizda yangi era boshlashi uchun kerak edi. Haligi og'riq qoldiruvchi ukol vazifasini o'tab berardi, mabodo o'tib ketsa ham. Xursand bo'lardi muxlislari, ana deb turib blogerlar chiqardi, bir-biri bilan yana otishma boshlanib ketardi, lekin kelajak qurilmasdi. Kelajak qurilishi uchun esa bitta katta tarsak kerak va bu tarsakni aynan Barselona berib tursa, Real odatda uyg'onadi. Salomat bo'lasizlar, like bosib qo'ying.